Assalomu alaykum. Jahongir Uz kanalining yangitdan bo'ladigan obunachilari, mana xudo xolasa Qirg'iziston parvoda mollarimiz keldi. Ko'rib mana o'zingizlar baho berasizlar. Yangitdan mana mollarimiz. Qirg'iziston parvoda, Qirg'iziston shved novoslari. Oshna manzilda ham aytib Xudo xolasa manzilimiz Andijon viloyati Paxtabod tumani Yoqubov qishlog'ida deydi. Mana Jahongir Beyni fermalaridamiz. Assalomu alaykum. Obunachilarga salom. Va bizda xudo xolasa mollarimiz keldi. Oshna mana Qirg'iziston mollar, lekin charchog'i chiqqan mollar. Xudo xolasa kichkina emas. 2 dona kichkinarog'imiz bor. Qolgani yirik aslavni. Mollarni bir qator oling, lekin narxlari o'ta bomba. Mana qarang, mol. Sifatni qarang. Oshna mana sifat mollar o'ta Uncle Bensdan da bu yog'i. Xudo xolasa hammasi sifatli, yaxshi mollar ekan. Xudo xolasa mollar arziydi, kelajagi bor mollar. Mana turishini qarang, hammasi. Hayla, aylan, eng kichkinalarimizdan mana kichkina bo'lib kichkina emas. Mana o'tib ketayotgan o narigi tomondagi mana. Sifatlarni ko'rib qo'yaversin mollar, arziydi. Oshna aslan biz qisqa video qilamiz, narxi. Aslan bizda u haligidaqa bo'lmaydi oshna. Xudo xolasa narxlarni yengil qo'yamiz. Obunachilarga xudo xolasa ko'rib turgan video yaxshi tirs etkizib klass bosib qo'ysa bo'ldi bizga. Obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Lekin xudo xolasa har kelganda yangi kelganda video qilishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelganicha o'zimiz. Lekin mollardir asosiy narxi 2 dona chiqadi, bonusga chiqadi. Chiqqanda ham nima qilib anaqa bo'lmaydi. 11 milliondan 2 ta chiqarib beramiz. Lekin mana mollar. Asha bittasi. Bu nariyada oshna bittasi mana oling-da oshna. Kichkina mol emas lekin. Bozorda ham 11,5-12 bo'lsa kerak. Lekin bonus narxiga. Endi asosiy bu yog'i hamma mollar oshna bunday qilib aytganda bitta joyga olaman desa 13 million, 12,5 million, 13,5 million barcha yo'naqlar xudo xohlasa 12 milliondan beramiz mana oshna obunachilarga. Baraka. Yaxshi. Hammasi bir joyga deyapsiz-da? Bir joyga bo'lsa 29 ta molimiz bor. Shtugi bir joyga bo'lsa 12 milliondan, lekin molimiz 11 milliondan 2 ta chiqdimi? Qolgani 12 million, 13 million, 14 million gacha. Lekin mollar yirik moli ko'p. 10 ta olaman deganga mashina ichidan. Tanlab mana bunaqalar tanlatda bor. Tanladim desa 13 milliondan qilib beraman, 13,5 ham yo'q. Ana. Tanlab olsin. Mana yangi obunachilarga. Xudo xolasa narxlar o'ta go'zal. Mana shu bo'zak ham yaxshi bo'zak ekan. Endi sifatni ham bu yerda asosiy sifatga o'ynaymiz. Narxlar xudo xolasa yengil. Mana monolar ham kichkina mol emas, botib turibdi mana. Tagiga kecha kuni qor yomg'ir yoqqani uchun 5 sm dan kirib ketyapti mollar. Bo'yiga tortishmaymiz, lekin bo'yi 1 metrdan boshlanadi. Hop. Bir 15 gacha bo'lar, lekin bir 10 gacha deymiz biz. Mana akalar mashina ovozlarini ko'ringlar. Bir 10dan baland mashlar. Lekin bir 10 demaymiz. Bir 13 demaymiz. Bir 10 ga olaversin. Mana orqalari ham. Korobkasini oling oshna. Bo'no polvonni ham olib qo'ying. Eng ichida dahshat menga yoqqan mol shu polvoni bo'ladi. Nisbatan bo'yin ham kichkina turib korobkalarni ko'rsating oshna. Mana. Mollar yoqqan bo'lsa, akalar, ukalar, xudo xolasa mana mashi mollarimiz narxlari go'zal narxlarda. Xudo xohlasa kelgan odam olib ketadi, arziydi mollar. Bugungi videoyimiz shu mollar, xudo xolasa kelinglar, qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.